qissa qil. Dahraro shuhrat qozongan Bobur shirin kalom, ma'dilatli podshohi qahramondan qissa qil. Keng jahonda ot ko'targan sarvari ilmu nujum, xush kalom Mirzo Ulug'bek mehribondan qissa qil. Bu Ali Sinoy Balxi gavhari yakdonadir, ultabobat arsasidan otaxondan qissa qil. Doimo oti tirik Sulton Husayn boy qarom, ona gavhar shod kabi faxri zamondan qissa qil. Hinsoriga bir safar qil doston bo'lgay shirin, Toj Mahal qasrin yaratgan Shohjahondan qissa qil. Bir borib qasri Hamoyun podshoni qil nazar, sen zarofat bobidan nomu nishondan qissa qil. Qahramon Mahmud G'aznani xonu ham xoqonimiz, Somonotni fath qilgan Arsalondan qissa qil. Al-Farabi al-Xorazmi bobolardan yod etib, bas ulug'vori jahon ol Arsalondan qissa qil. Faxrli bobolarim shuhratlaridan o'rgilay, har biri ko'ksor qo'ygan nardabondan qissa qil. Ilmu hikmat cho'qqisida to'q ko'targan gov yurak, yerni qo'ysin boshqalarga osmondan qissa qil. Keng jahonda sarfarozu komyob o'tganlarim, men tilingdan o'rgilayin imtihondan qissa qil. Yoshirilmas ikki barmoq birla quyosh yog'dusi, Tangri bergan shon u shavkat faxr shondan qissa qil. Hech zamonda marddan iymon qutulmas dedilar, ahli himmat koni g'ayrat bo iymondan qissa qil. Barchalari boturu bo tadbiru sohib suxan, shon u shavkat birla o'tgan korvondan qissa qil. Otlariga faxr etar hozir butun ahli jahon, mangu qolgan yodgori jovidondan qissa qil. Turklarim tarixiy zebu zinat saqlagan, Otilov Qoshg'ari Shaybon xondan qissa qil. Mulki Turon ona Turkiston degan ona vatan, to'prog'idir tutiyo deb asragondan qissa qil.
hayratli olamni tutgan nuktadondan qissa qil. Dahraro shuhrat qozongan Bobur shirin kalom, ma'diladli podshohi qahramondan qissa qil.